Bo'ladi siz 22 million berib qolaman. Mujikcha ko'ring. O'zi 20 so'ramoqchi edim. Chiroyli taxlagan ekansizlar, ancha pul ketgan. 20 million ketgan, 3 oy oldin. Ya bilaman. Normal pulga taxlangan, yaxshi usta sepgan kraska. Mana bunda sepishni ham o'zi bo'lmaydi-da. Mehnat qilgan, mehnatga yarasha so'rayapman. Yer yurib taylagan joyim yo'qman. Polni kraska 2003. Faqat buni motor, satoq motorda. Motorni ham qilinib sotdim. Ya mayli, hozir yaxshi, lekin motorga kelsa 1.8 dan farqi yo'q-da. 15 million da mashina. Mashina olayotgan pulimni ham shu obadroga beraman. Shuning uchun Ko'ngilingizga berishmi? Misol to'g'risida realligingada. Nima? Video olib. Ya ko'ngilingizga berish, bilib turaman, kam ya. To'g'risi, lekin 25 ga sal qiyin-da bu. Men endi chiroyli mashinalarni beraverman, 25 ga. To'g'ri, men hozir buni qilingan mehnatni bildim. Xo'ja aylanib ko'rdim, chiroyli taxlangan ekan. Arqa kapotni artib qaradim. Arqasi yaxshi turibdi. Oldi ham bo'ladi, yomon emas, yaxshi turibdi. Amazatlar yangi to'xtovdi. Ha, hadoylarni ham qilgansiz. Karobkalari ham zo'r. Bo'ladi, men qarang. Bitta mujik ko'ring, 24 million berib qolaman. Undan ko'p aytmayman. Mashina maqtaganingiz uchun. 24 million naqd pul beraman. Baraka. Ayting, obzorni ayting. Obzorni aytaman. 2003 1.5 motor, lekin motorlarini taxlaganman deyapti, hadoylarini taxlaganman deyapti. Polni asilish bo'lgan yaqinga, lekin tiniq sepilgan kraskasi. Tiniq sepilgan, chiri-piri hech qanday ishtimas qolmagan. 24 million olindi. Kim olsa 24 million 500 ming so'm, 500 ming so'm qo'yib beraman. Oluvchi mard bo'lsa ko'rsin. Ol. Siz olasizmi? Qayerdan sizniki? Surxondaryomi? Shundan beri billa kutib o'tiribsiz-ku katta. Surxondaryo. Kutganga yarasha mashina aka. 24,5 millionga shag'in olgin. Surxondaryoga olib boring. Surxondaryoliklar ko'p negativ yozyapti kommentimga. Keyin ayting, shular Surxondaryoliklar, negativ yozishdan oldin borib mana kelib mehnatni ko'rsin. Ustimdan qo'l o'tib ketgan, yelkam ham yaqlab qolgan, lekin mehnat qilaman sizlar uchun. Shuncha odamni yo'q, men chetdim, yomg'ir yog'di demayman aka. Surxondaryodan turib neto yozishadi-da ular. 500 ming so'm qo'yib berdim, rozimisiz? Aka, mashinangizga 500 ming so'm qo'yib sotdim. Rozimisiz? Bo'ldi, buni